O'zbekiston va Xitoy o'rtasida o'zaro viza talablari bekor qilinmoqda. Vizasiz rejim shu yilning 1-iyunidan kuchga kirishi kutilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston va Xitoy o'rtasida o'zaro vizadan ozod qilish to'g'risidagi hukumatlararo bitim kuchga kirishi uchun davlat ichki protseduralari tugallangan. Bitim ikki davlat fuqarolari ikki davlat hududlariga o'zaro vizasiz safarlariga doir masalalarni tartibga soladi. Bitimga muvofiq tomonlar davlatlari fuqarolari ikki davlat hududlariga kirish, undan chiqish yoki tranzit qilish uchun har bir alohida bo'lish muddati 30 kundan oshmaydigan muddatga va har qanday 180 kunlik davr ichida jami 90 kundan ortiq bo'lmagan muddatga viza talablaridan ozod qilinadi. Bunda tomonlarning davlatlari hududiga har bir kirish va bo'lish muddati 30 kundan oshmasligi lozim. Agar fuqarolar 30 kundan ortiq qolishlari kerak bo'lsa, ular kirish vizasini oldindan olishlari lozim. Vizasiz rejim mehnat faoliyati, o'qish va media faoliyati bilan shug'ullanish, shuningdek boshqa tomon vakolatli organlarining oldindan roziligini talab qiladigan boshqa turdagi faoliyat bilan shug'ullanishga nisbatan tatbiq etilmaydi. Ko'rsatilgan bitim Xitoy Xalq Respublikasining Gonkong va Makao maxsus ma'muriy hududlariga tashrif buyurishga nisbatan amal qilmaydi.